Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Arslon emas, Ronaldo. Yahaha. Korach do'stlar, bizani qishlog'imizda ikkita narsa ochildi. Bittasi fitness klub Brak Musor. Brak fitness zal, keyin ikkinchisi UFC Octagon Liga. Menga jang beringlar. Xo'p, mana sizlarga hozir Octagonni ko'rsataman. Octagon emas, UFC liga do'stlar. Normalniy faqat to'rtburchak qo'yibdi, aylanamas. Bizga bo'ladi axir bo'lmishlar. Va do'stlar, men shu kechada jangim bor. Eng qiziqi bitta Jake degan bola bilan urushaman. U Instagramda meni xuyet qiluvdi. Men unga vizib tashladim. U lekin 3 marta jang o'tkazgan, bitta nokaut ham bor. Menda esa hech nima yo'q. Menga po'xo'y. Короче, hozir kiyimimni almashtiraman. Keyin zalga uramiz. Let's go do'stlar, hozir kiyimimni almashtiraman-da sizlarga keyin bodybuilderligimni ko'rsataman. Almashtirib oldim. Endi esa mana bodyni qarayapsizlarmi? Presslarni ko'ryapsizlarmi do'stlar? Anchadan beri trenirovka qilyapman. 3 oy oldin vizib qabul qilinganda uje aytgan vizda yig'dik. Viz nima bo'lsa ham endi hozir mana zalni ko'rsataman. Mana shu Brak zalda men 3 oydan beri trenirovka qilyapman. Mana u nima balo, mana u ichimliklar nimasi. Короче, mana ular toshlar, mana gantellar, mana ular yugurayotganlar, mana ko'tarayotgan ekanman. Nima shunga hech mashq qilmagan ekanman-da, trenirovka. Bo'ladi hammasi. Xo'p, endi esa mana ular yotib tosh ko'taramiz. Masuka deb. Короче, mana u toshlar ko'tarayotgan, mana obala 1 2 3. Endi boriga shukr qilamiz-da. Na'lam qiladi. Endi esa borib yotib uxlashim kerak do'stlar. Chunki uje jang boshlanadi. Meni kutib o'tirmaydi. Dam olib paqa qilaman. Короче, kechasi kutdan ayiraman lekin do'stlar. Men uxladim. Let's go. Yo do'stlar, mana o'sha damlar yetib keldi. Endi men paqa solaman. Короче, meni chaqiryapti. Короче, o'yin qoidalari bilasiz. Kim qoidalari buzsa sariq oladi. Agar og'ir qoidalarni buzsa qizil oladi. Let's go. Короче, tayyor bo'lsang solamiz. Jang bo'lsa jang. Avay bratishka, menga osilma lekin. Yonnen seni. Nima? Onadan so'kdingmi iflos? Yibam bilan kot. Voy bile basharaga unurdi lekin. Voy bile. Suka. Suka. Bo'ldi. Suka. Bo'ldi. To'xtating. Jang to'xtatilsin. Onadan so'kish mana bunday bo'ladi. Kot bilyapti. Bugungi kechamizning haqiqiy g'olibi KO knockout birinchi jangidayoq nokaut qilgan jangchi g'olibimiz Ronaldo Minecraft do'stlar. Mana do'stlar, haqiqiy g'olib nokaut bilan raqibini qon tishlatgan jangchi Ronaldo. Do'stlar, mana unday bo'ladi jang. Endi esa do'stlar, kamarga harakat. Yo do'stlar, sizlarga yangilikim bor. Короче do'stlar, bizani qishloqda Conor bilan Oliver jangi bo'layotgan. Вообще hozir $10 million jang bo'ladi do'stlar. Tasavvur qilyapsizlarmi? Conor McGregor Oliverga qarshi. Voy, men baribir Conorda muxlisman. Uje boshlanyapti. Jake bashara, qandaysan, paqirbosh?
Ko'rdinglarmi raqibni? O, Konor, men seni muxlisingman. Yo do'stlar, let's go. Kuzatamiz. Qani go. Jangchilar, bilasizlar. Sizlar hamma qoidani bilasiz. Ha, albatta bilamiz. Ko'tmisan, basharangni qara. Sen ham bilasanmi, Oliver? Ha, albatta bilaman-da. Axir bu oktagon. Tayyormisan? La, tayyorman. Demak, boshladik. Konor Oliverga qarshi qoidalarni bilasiz. Jarohat olgandan so'ng to'xtatiladi. Taslim bo'lsangiz, undan ham yaxshi. Qani unday bo'lsa, jangni boshladik. Hozircha Konor yaxshi zarbalar bermoqda. Xo'p, Oliver himoya qilmoqda. Chap tarafdan, o'ng tarafdan Konor hozircha jim. Qani? Konor sakramoqda, zarba bermoqda. Voy! To'xtatilsin jang. Yo'q. Ha, men ishongan edim. Ha, paqirbosh nima bo'ldi? Oliver, hech qachon sen meni yenga olmaysan. Ha, do'stlar. Men yutishimni 100% bilar edim. Nima bo'lyapti? Paqirbosh. Nima bo'lyapti? Bugungi jangimizning g'olibi Konor Makgregor. Yengilmas qahramon, UFC'ning qiroli Konor Makgregor. Fu do'stlar, ko'rdinglarmi? Qanchada nokaut tayladi. Boy baby do'stlar, вообще men qoyil qoldim lekin. Unchalik tez nokaut kutmagandim, lekin to'g'risi do'stlar, unchalik tez nokaut kutmagandim, lekin sraz nokaut beraverdi, lekin вообще qoyilman, onasini emmasin, bor qoyil. Короче, tasanno do'stlar. Do'stlar, ikkinchi qismi bilasizlarmi? Bizani qishloqqa artefakt keladi. Artefakt oddiy artefakt emas. Paul degan jangchi bilan artefakt jangi bo'ladi do'stlar. Artefakt o'sha YouTuber jang qilmoqda. Qishloqqa ham albatta keladi do'stlar. Shuning uchun do'stlar, like'lar qo'ng'illatinglar. Keyingi men bilan yana bittasini jangi bor. Men va kechada artefakt urushadi. Men emas. Ikkovimiz ikkita dushman bilan urushamiz do'stlar. Let's go.